Ko'pchilik bemorlar diabetni shunchaki qand kasalligi deb o'ylashadi va bu haqida to'liq ma'lumot bilishmaydi. Hattoki bemorlarning 50% o'zlarini ikkinchi tip qandli diabet ekanliklarini ham bilishmaydi. Qandli diabet boshlanganda birinchi uchraydigan asosiy 5 ta belgini sanab o'tamiz. Birinchi navbatda tez-tez peshobga chiqish, ayniqsa kechasi kuzatiladi. Organizm ortiqcha shakarni, demak, peshob orqali chiqarishga harakat qiladi. Ikkinchi uchraydigan holat bu doimiy charchoq va holsizlik. Keyingisi esa chanqoqlik holati, qancha suyuqlik ichsa ham organizmda qoniqmaslik hissi paydo bo'ladi. Ko'z o'tkirligining pasayishi, bu qonda qand miqdorining yuqoriligi ko'rish o'tkirligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yaralarning yoki kesilgan jarohatlarning uzoq vaqt davomida bitmasligi, bu yerda qonda qand miqdorining balandligi va qon aylanishi buzilganligi hisobiga yaralarning bitishi kechikadi. Agar sizda ham yuqoridagi shikoyatlardan birortasi kuzatilayotgan bo'lsa, qonda qand miqdorini tekshirtirish kerak. Agar qonda qand miqdori 6/1 dan baland chiqsa, darhol shifokorga ko'rining va bu videoni shu shikoyatlar kuzatilayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.